Tushunarli, ha? Qanday type kelganiga qarab, demak biz state'imizni o'zgartirar ekanmiz. Action type'iga set count kelsa, countni 1000 qil, action type'iga set name kelsa, name'ni Abdusobir qilgin. Va action type'ini qayerdan berib yuboryapmiz? Actionni o'zi, demak biz dispatchga nima berib yuborsak, shu narsa to'laligicha actionga boradi. Va biz hozir dispatchga shunchaki oddiy obyekt berib yuboryapmiz va uni type'i bor, set count degan. Va set name uchun type'i bor, set name degan. Xo'sh. Ana endi mana bu set name'ga tegmaymiz. Plus buttonimiz bosganda, demak counterimiz 1 ga oshib borsin. O'sha qonun qoida bo'yicha 0 1 2 3 4 5 oshib ketsin. Xullas counterni yasab to'g'rilab olamiz. Qanday to'g'rilaymiz? Set count button, ya'ni plus button bosilganda set countga keladi, to'g'rimi? Va countni qiymatini 1000 ga emas, countni qiymatini state.count plus 1 ga o'zgartirgin deymiz. Bizda hali state'imiz eski state turibdi va uni countini olib biz demak 1 ga oshirdik va qandaydir bizga obyekt hosil bo'ldi va mana shu obyekt hosil bo'lgandan keyingina biz mana state'ni o'zgartirdik. Ungacha biz demak state'dan foydalanishimiz mumkin, uni ichidagi qiymatlardan bemalol foydalanishimiz mumkin, chunki hali assign qilinmagan, ya'ni hali tenglik bajarilmagan. Birinchi bo'lib tenglikning o'ng tarafi bajariladi. Bajarilib yakunlangandan keyin buni hosil bo'lgan natija state'ga o'zlashtiriladi. Va state'ga o'zlashtirilmagan hali bu yerda. Shuning uchun biz countni bemalol olamiz. Ya'ni bu bizni state'imiz hozircha eski state.countimiz bizni eski qiymatimiz bo'ladi. Natijani tekshiraman. Mana ko'rib turganingizdek, keling, minus buttonni ham qo'yamiz mana shu joyda. Minus set count, birinchisini add deymiz, masalan, funksiyaning nomini add deymiz, ikkinchisini remove deymiz, masalan. Ana endi mana set count degan funksiyamizning nomini add qilib qo'yaman va yana bitta funksiya ochaman-da, buni remove deyman. Va remove bo'lganda endi set count ga murojaat qilishimiz noto'g'ri bo'ladi, chunki endi ikkalasi ham qo'shadi mana. Plus ham qo'shadi, minus ham qo'shadi. Xo'p, endi ayirish uchun nima qilish kerak? Demak, dispatchga boshqa type berib yuborishimga to'g'ri keladi. Set count remove deb masalan bitta type berib yuboradigan bo'lsak, va bu yerda bitta case qo'shib qo'yamizda, uni tekshiramiz. Ya'ni set countdan tashqari demak bizga bo'lishi mumkin set count remove. Va set count remove bo'lganda birni qo'shmaydi-da, birni ayiradi deb logika yozib qo'yamiz mana. Plus 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 minus minus minus. Counterimiz ishlayapti. Umuman biz mana use reducerni eslab oldik. Qay tarzda ishlashini. Use reducer demak Reactdan import qilinadi, u ikkita narsa qabul qiladi. Birinchisi reducer, ya'ni funksiyamiz qaysi state'ni qandayga o'zgartirishni bildiradigan funksiya va keyingisi demak bizni initial, ya'ni default holatdagi boshlang'ich state'imiz va bu use reducerimiz natija qaytaradi. Array qaytaradi. Arrayning birinchi elementi bizning state'imiz bo'ladi, ikkinchi elementi dispatchimiz bo'ladi. Dispatch bu state'ni o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan funksiya. Biz dispatchga murojaat qilganimizda mana bu reducer ishlab ketadi. Va biz dispatch orqali type berib yuborib, qaysi state'ni nimaga o'zgartirayotganligimizni bildirishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, use reducerdan biz shunday foydalangan edik. Ana endi biz eslab oldik use reducerni. Endi Reduxdan foydalanishni boshlaymiz va mana shu use reducer bilan Reduxning o'xshash funksiyasi bor. Shuning uchun ham biz bu yerda use reducer bilan ishladik. Xo'p, index.jsni ochaman. Mana bu kodlarimni barchasini o'chirib tashlayman. Render qilgan kodlarimni, chunki aytib o'tganimizdek Redux Reactdan mustaqil ravishda ishlay oladigan texnologiya. Xo'sh, keyingi slaydga o'taman. Ana endi biz Reduxni o'rnatishimiz mumkin. Redux bu kutubxona, uni biz yarn orqali o'rnatib olamiz. Yarn add Redux. Enter. Internetdan ko'chirilyapti. Redux juda ham katta kutubxona emas, u juda ham kichkina, hattoki biz o'zimiz Redux yasab olishimiz ham mumkin. Bo'ldi, o'rnatish jarayoni yakunlandi. Demak, bu yerda biz import qilamiz. Import. Xo'p. Nimadir from Redux. Xo'p. Reduxni ishlatishlik uchun biz
store create qilib olishimiz kerak. Store nima edi? Mana prezentatsiyamda orqaga qaytib men ko'rsataman sizlarga. Mana store nima edi? Bizni umumiy stateimiz store'da saqlanadi degan edik. Va biz hozir mana shu store'ni create qilamiz. Store'ni yaratib olamiz. Va buning uchun Redux'ning ichidan create store degan metodni biz chaqirsak, birinchi navbatda mana create store. Va bu funksiyani ishlatamiz. Create store. Va bu funksiya bizga qandaydir qiymat qaytaradi. Va uni biz store deymiz. Va bu funksiya o'ziga qandaydir qiymatni qabul qiladi parametr sifatida. Va buni parametrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi bizni use reducer funksiyamizga o'xshaydi. Birinchi parametrga reducer qabul qiladi, ikkinchi parametrga boshlang'ich default holatdagi state'imizni qabul qiladi. Demak, birinchi parametr reducer ekan, ikkinchi parametr state ekan. Reducerni biz ocha olamiz, chunki u funksiya, biz buni hozir ishlatdik va xuddi o'sha use reducerdagidek bu yerda ham action bilan birinchi state keladi, state bilan action keladi. Va mana boshlang'ich state'imizga count'ga masalan 100 berishimiz mumkin. yoki 0 beraylik. Mana shu kod orqali biz store yaratdik. O'sha prezentatsiyamizda ko'rsatilgan umumiy state'larimiz saqlanadigan omborimizni yaratib oldik. Xo'p. Endi bu yerdagi reducer ham xuddi o'sha use reducer hukmimizdagi reducer bilan bir xil vazifani bajaradi. Bu yerda ham return qilinish kerak bo'ladi state albatta. Va bu yerda ham demak switch case bo'ladi. Switch case action nuqta type bo'yicha va bu yerda ham case'lar bo'ladi. Case demak set count. Break. Xo'p. Ana endi reducerga murojaat qilishimiz kerak biz state'ni o'zgartirish uchun. Xo'p. Ana endi biz console log store qilib ko'ramiz. Ya'ni create storedan nima natija qaytar ekan? Bizda use reducerdan qaytadigan natija array edi va u array ichida state bilan dispatch qaytardi. To'g'rimi? Mana app.js ichida bu turibdi mana. State bilan dispatch qaytardi use reducerdan. Ammo create storedan biroz farqli ravishda create store'ni mana biz konsolda chiqarib ko'ramiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek 3 ta asosiy metod qaytadi. 3 ta. Va replace reducer biz buni ishlatmaymiz bugun. Demak, biz 3 ta asosiy funksiya qaytadi, biz buni ishlatamiz. Ya'ni store'ni biz konsol qilyapmiz va uni ichida ko'rib turganingizdek bir nechta qiymatlar qaytyapti. Va bu bir nechta qiymatlarning ichidan biz store'ni nimalarni ishlatamiz? Demak, get state degan metodini ishlatamiz. Bu qaysiki bizga state'imizni get qilish imkoniyatini beradi. Natijani ko'ramiz. Mana count 0 ni bizga qaytarib berdi store.getState. Xo'p, demak biz buni store'dan .getState deb oladigan bo'lsak, bizga state'imiz qaytar ekan. Va store'dan biz dispatch qilib oladigan bo'lsak, bizga dispatch funksiyamiz qaytadi. Va mana store.dispatch deb turib, uni funksiyani ishlatib yorishimiz mumkin. Mana dispatch. Va dispatchni ishlatganimizda, demak, biz obyekt beraveramiz va obyektga type bo'ladi albatta va type'ni masalan set count deb belgilashimiz mumkin bo'ladi. Bunaqa. Console log demak store.getState. State'imiz mana ko'rindi bizga. State'imiz count 0 ligicha turibdi. Keling biz buni o'zgartiramiz. Demak, reducerning ichida state teng oldingi state'imizning kloni va uning ichidagi countni faqatgina state.count dan olganda 1 ga oshirgin. Mana ko'rib turganingizdek count 1 degan natija bizga ko'rindi. Xo'p.
Mana biz Redux'ni bir qismini o'rgandik. Juda oddiy. Ya'ni store create qilishni, eng muhim qismi bo'lgan store create qilishni biz ozgina qismini o'rgandik. Ya'ni bunda oddiy use reducerdan farqi nimada ekan? Oddiy use reducerdan farqi, demak, funksiyani nomi use reducer emas, create store va funksiya qaytaradigan natija array emas, obyekt va u obyektning ichida demak get state degan metod bor, qaysiki bizga state ni qaytarib beradigan va u obyektning ichida, ya'ni store degan obyektning ichida dispatch degan funksiya bor, qaysiki bizga state'imizni o'zgartirishda yordam beradigan. Xullas shunaqa. Mana shu yerda biz yana bir ish qilishimiz mumkin. Biz mana dispatchda obyekt berib yuboryapmiz, faqatgina unga type berib yuboryapmiz. Nega obyekt berib yuboryapmiz? Chunki biz kelajakda bunga payload ham berib yuborishimiz mumkin. Ya'ni payload deganim bo'sh idish. Biz bu idish orqali ma'lumot berib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni masalan actionning payloadiga keling, bu obyekt deb demaymiz. Action payloadiga 100 deb berib yuborsam va mana reducerning ichida actionning type'ini biz switch qilib tekshiramiz va state'ning count'iga, demak count plus 1 ni emas, tashqaridan kelgan actionning ichidagi payloadni berib yuboradigan bo'lsak, xo'p, nima bo'ldi? Payloadni berib yuboradigan bo'lsak, ana endi nima bo'ldi? Dispatch ishladi. Dispatch ishlagan paytda reducer ishladi. Reducerning birinchi qiymatiga state avtomat tarzda o'zi bor, uni berib yubormasak ham va biz dispatchning ichiga berib yuborgan obyektimiz, mana bu obyektchamiz, mana belgilanib turgan obyektimiz actionning ichida keladi. Actionni demak type'iga tekshirilyapti va actionning type'idan tashqari ana endi u obyekt bo'lganligi uchun payload ham bor, payload. Bu shunchaki bunga ketmon deb yozishimiz ham mumkin edi. Xo'p, va payloadni ichiga biz qiymat berib yubordikki, u demak 100 degan qiymat berib yubordik. Va state o'zgarganda countning qiymatini biz berib yuborgan qiymatga o'zgartir dedik. Va state'imiz bizni demak 100 ga o'zgarishi kerak. Mana count'imizning qiymati 100 ga teng bo'ldi. Xo'p, store qaytaradigan yana bir funksiya bor. Store nuqta subscribe. Qaysiki bu ham funksiya qabul qiladi. Bu funksiya qachon ishlaydi? Bu funksiya qachonki state o'zgarsa ishlaydi. Ya'ni biz dispatchga murojaat qilganimizda birinchi subscribe ga murojaat qilib mana biz dispatchga murojaat qilganimizda, demak dispatch mana shu actionni biz dispatch deb faraz qilsak, hozircha biz hali actionlar haqida gaplashganimiz yo'q. Mana shuni dispatch deb faraz qiladigan bo'lsak, bu dispatchimiz bizni reducerga murojaat qiladi. Mana dispatch deb yozib qo'yilgan mana. Demak, reducerimiz bizni store'ni o'zgartiradi. Store o'zgargandan keyin komponentga render bo'lishdan oldin subscribe metodini ichidan o'tadi. Ya'ni subscribe har qanday state o'zgarishini tutib oladi. Bu yerda console.log store.get state qiladigan bo'lsak, bizga state'ning har state o'zgarishidagi holatlari demak ko'rinar ekan. Xo'p. Mana pastdagi konsolim ham, pastdagi konsolni ana endi o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, bizni subscribe store'ning ichidagi subscribe degan metod demak mana shunaqa log ekan. Bizni holatimizni ushlab oladigan, bizni state o'zgartirishlarimizni ushlab oladigan demak shunaqa funksiya ekan bu. Va o'zi funksiya qabul qilar ekan, uning ichiga biz qanaqa kod yozsak, demak shu funksiyaning ichi har state o'zgarganda ishlaydi. Biz shunchaki konsol yozib qo'ydik. State konsolga chiqardik. Xo'p, ana endi mana bu dispatchimizga nazar soladigan bo'lsak, biz nima berib yuborsak, countimiz o'shanga o'zgaryapti. Masalan, biz 100 dan keyin 200 berib yuboramiz va 200 dan keyin 500 berib yuboramiz. 500 dan keyin 1500 berib yuboramiz. Va mana ko'rib turganingizdek, bizni subscribe degan metodimiz har state o'zgarganda ishlayapti. Birinchi state ya'ni biz state ni dispatch orqali o'zgartirgan paytda aynan state ni qiymatini nimaga o'zgartirishimizni payload orqali berib yuborishimiz mumkin. Payload bu hech qonun qoidasi bo'yicha demak payload deb oddiy qabul qilingan, lekin boshqa narsa berish ham mumkin. Masalan, bu yerda payload 1 deydigan bo'lsak, bu yerda ham action.payload 1 ni get qilgin deymiz. Uni hech qanday qizig'i yo'q.
Ammo shunday qabul qilinganki, biz demak payload ko'rdikmi, demak bu dispatchga berib yuborilayotgan bir qanaqadir qo'shimcha ma'lumot va dispatch buni olib, demak reducerda bu ma'lumot state'ga o'zlashtiriladi. Xullas shunaqa. Endi bu yerda ham yana bir boshqa state'larimiz bizda bo'lishi mumkin. Countdan tashqari masalan name Abdusobur degan state'imiz bo'lishi mumkin. Va biz bu state'ni ham o'zgartirishimiz mumkin dispatch yordamida. Dispatch set count emas, set name deyman masalan. Set name va payloadga nima berib yuboraman? Masalan Abdulloh berib yuboraman. Va reducer ichida buni shartini ham yozib qo'yaman. Demak, case set name kelganda state'imni klon qilgin va uni ichidagi faqatgina name'ni Abdullohga o'zgartirgin, ya'ni kelgan actionning payloadiga o'zgartirgin. Payload orqali berib yuboryapmiz biz. Va break. Name'ni Abdullohga, Abdukarimga bo'ldi, ikkita o'zgartirsak ham yetadi. Mana ko'rib turganingizdek, boshida state'imiz demak 100 bo'ldi, 0 dan 100 ga o'zgartirildi va nima edi bu? Subscribe metodimiz bizga buni ko'rsatdi. Va keyin biz dispatch orqali 200 ga o'zgartirdik. Va keyin dispatch orqali 500 ga, 1.5 mingga, keyin Abdulloh va Abdukarimga o'zgartirdik mana. Mana 1.5 ming qotib qoladi-da, faqat name o'zgaradi, Abdulloh va Abdukarim. Ya'ni biz spread operatordan foydalanganligimiz uchun. Xullas, mana biz Reduxda store yaratishni ko'rdik. Juda ham oddiy. Biz deyarli hech narsa qilmadik. Umuman use reducerni g'irt o'zi yangi narsa hali biz ko'rmadik. Ko'rgan yangi narsamiz biz Reduxni yarn orqali add qildik va undan create store'ni chaqirdik. Create store ham bizga o'sha use reducer hukmimizga o'xshab ishlar ekan. Xo'p. Mana create store. Va biz mana bir necha xil usulda reducerimizni ishlatib ko'rdik. Bu yerda ham mana reducer orqali demak count yasalgan, counter yasalgan. Biz buni yasab ham ko'rdik. To'g'ri, counterni biz Reduxda emas, use reducer bilan yasagan edik. Keling, mana Reduxda ham yasab qo'yaman. Mana count turgan bo'lsa, yaxshisi to'g'ri biz yasadik hisobi counterni ham o'zi. Xo'p, va subscribe bilan ham biz tanishdik. Subscribe demak works every state change. Har bir state o'zgarganda ishlaydigan funksiyamiz. State o'zgardimi, subscribe ishlaydi. State o'zgardimi, subscribe ishlaydi. Xo'p. Mana shu subscribe'dan foydalanish biroz noqulay, chunki bu bizga oxirgi holatini chiqarib beradi state'imizni va mana shu demak subscribe'ni o'rniga ishlatiladigan bir qo'shimcha funksiya bor. Men subscribe'ni o'chirib qo'yaman. U funksiyani biz qo'shimcha ravishda kutubxonasini o'rnatishimiz kerak. Yarn add redux logger degan kutubxona bor. Demak, o'rnatilish jarayoni boshlandi. Va bo'ldi, yakunlandi. Ana endi Redux loggerni biz import qilamiz. Import logger from Redux logger. Va mana shu loggerimizni create store'ning 3-qiymatga berib qo'ysak bo'ldi. Faqatgina loggerni bu yerga to'g'ridan-to'g'ri bera olmaymiz. Bu yerga demak o'zi Redux'ni o'zidan import qilinadigan apply middleware degan funksiya bor. Va mana shu apply middleware degan funksiyani ichiga biz loggerni berib yuboramiz. Shunaqa. Endi nima o'zgarish bo'ldi desa, mana ko'rib turganingizdek, konsolda bir talay narsa paydo bo'ldi, lekin biz hech narsani konsolga chiqarganimiz yo'q. Bu o'sha loggerning sharofati bilan bo'lyapti. Ya'ni bu yerda biz qaysi actionga murojaat qildik? Ya'ni biz set countga murojaat qildik. Mana set count avval 0 edi. Hozir yopilib qoldi mana. Boshlangan previous state 0 edi va biz set countga murojaat qildik va next state'im 100 bo'ldi. To'g'ri-da, birinchi marta biz dispatchga 100 ga o'zgartirgin deb buyruq beryapmiz. Va keyin yana set countga murojaat qilindi. Oxirgi state'im, undan oldingi state'im demak 100 edi.
Keyin biz buni 200 ga o'zgartir dedik. Payload orqali 200 berib yubordik va keyingi state'imizda count mana 200 ga o'zgardi. Umuman mana shunaqa istoriyani bizga chiqarib beradi, ishlashga oson bo'lishligi uchun. Mana set name'da ham oldin Abdulloh edi, set name dedik, Abdukarim berib yubordik va keyingisi demak Abdukarimga o'zgarib qoldi. Umuman loggerdan maqsad shu. Bu loggerni o'zimiz yasab olishimiz ham mumkin edi. Biz biror funksiya ochib, ammo mana funksiya ochib, masalan function my logger desakda, console log nimadir chiqarsakda va mana shu my logger degan funksiyani biz apply middleware ga berib yuborsak, mana s chiqadi bizga, ko'rib turganingizdek. S chiqadi. Ya'ni nimaga? Bizning state'imiz har o'zgarganda mana shu my logger funksiya ishlaydi. Ammo biz bu my logger funksiya ishlashini xohlamaymizda, qo'shimcha kutubxona o'rnatganmiz. Logger degan shu ishlashni xohlaymiz, chunki bu bizga toza ko'rsatib beradi barcha narsani. Xo'p. Demak, apply middleware degan kutubxona bizning loggerlarimizni o'sha nimaga qo'yishlik uchun, ya'ni state'ning o'zgarishiga loglar qo'yish uchun. Middleware degani o'zi ma'nosidan kelib chiqqan holatda, demak, orasiga shunaqa log qo'shib qo'yishligimiz uchun bizga ishlatilar ekan. Xo'p, biz hali bu apply middleware ga qaytamiz. Hozircha buni biz faqat logger uchun ishlatdik.